Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu xonadonni sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Ushbu xonadonimiz 4 soatga tushgan umumiy 9 xonadan iborat orzu kottej, qariyalar uyidan 500 metr tushganda yoki parnikning yonidan 70 metr uzoqlikda joylashgan. Ushbu xonadonimiz uglovoy holatda, darvozalar chiroyli holatda o'rnatib qo'yilgan. Kiraverish qismimizni ko'rib turibsizlar, tomlarni to'rtburchak holatda yopib qo'yilgan. Naveslar umumiy 20 metr hisoblanadi. Birinchi bo'lib, bu tomonda burchakda tashqi hojatxonamiz joylashtirilgan va tepasida tomga chiqib ketish uchun joylari mavjud. Oshxona yoki kattalar uchun yotoqxona qilish uchun bitta xonamiz mavjud. Buni o'z ichida sanuzor qilish uchun joylar bor va mana bu tomonimizda kiraverish qismimizda kattagina bitta joyimiz mavjud. Burchakdagi xonamizda kattalar yotoqxonasi qilishingiz uchun sanuzorlar ham mavjud. Bu tomonda ko'rib turibsizlar, ikki tomonda kirish eshiklarimiz mavjud. Bu tomonda ham yana bitta xonamiz mavjud. Buni ham o'zining sanuzorlari mavjud va bu tomonda yana bitta shunga o'xshash xonamiz mavjud. Buni ham ichida sanuzor hojatxonalari bor. Va bundan keyin bu tomonda eshikdan kirganda mana shunaqa kattagina zalimiz mavjud. Bu mehmonxona bo'ladi. Buni ham o'zining ichida sanuzorlari bor. Tepada sanayotgan 6 xonamizdan tashqari yana podvalimizda 3 ta xonamiz mavjud. Va bu tomonimizda uzungina katta bitta xonamiz mavjud va buni yonida yana bitta kattagina xonamiz mavjud. Bu tomonimizda mana shunaqa uzun koridorimiz bo'ladi va bu tomonda yana bitta xonamiz mavjud va to'g'rimizdagi joyimiz u ham xona yoki omborxona sifatida ham ishlatishingiz mumkin. Ushbu xonadonimiz aytib o'tganimdek 4 sotuq, 20 metrga 20 metr, ya'ni 4 burchak holatda bo'ladi. Ushbu xonadon sizga ham yoqqan bo'lsa, bitta laykni ayamay bosib qo'yasiz va fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Ushbu xonadonimiz kommunallar keladigan bo'lsa, bilasizlar, Orzu kottejda gaz suv svetdan umuman muammo yo'q. Gazlari mahallaga kelgan, bemalol tortib olsangiz bo'ladi. Hujjatlar keladigan bo'lsa, hujjatlar 100% joyida. Narxlarini $96,000 so'rashyapti, kelishadigan joylari bor. Egalar nomerlarini video ostida qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Namangan video kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang.